Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Tohir Me'mor qani boshladik. Hozirgi zamonda bir ekspert, mosbet va boshqa aviatorlar ko'payib ketdi va yoshlar kattaroq pulga oson yetishmoqchi bo'lyapti. Bu xato yo'l. Qachonki mehnat qilamiz, mehnatni tagi bekorga aytmagan, mehnatni tagi rohat deb. Ota-bobolarimiz qancha mehnat qilganki, mana hozirgi kunda biz shu rohatda yashayapmiz, shu rohatda shu mevani solayapti. Chunki hozirgi zamonda o'g'irlik, kazzoblik va tuhmatchilik, irqchilik uncha emasu, lekin biz tuban zamonga yetib keldik desam to'g'ri bo'ladi. Bu noto'g'ri gapiryapti yoki to'g'ri gapiryapti emas. Men o'z fikrimni sizlarga yetkazmoqchiman va tushunsalaring bittalar, tushunmasalaring farqi yo'q menga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.